har qanday kasallikni ham o'tkir davrida yaxshi qarasa, yaxshi qilsa, lecheniyasi yaxshi chiqadi. Dinamikasi hozir 75%, 80% yaxshi. Xo'p, bugungi bemorimiz necha yoshdan qizim? 14 yosh, 14. 2 oy bo'ldi. 2 oy oldin boshlangan. Xo'p, Bular yuzi bir yoqqa tortish bilan boruvdilar. boruvdik. Xo'p, bemor o'sha 2 oy oldin bizda litsevoy nerv deydi, 7-chi nerv shamollashi bilan borishgan o'sha Kosonsoy tumaniga. Endi kerakli muolajalar qilingan. Necha kun qildilar edi? Yotdilarmi yo qatnab oldilar? Qatnab oldik. 12 kun kun oldin necha muolaja oldi? 12 kun muolaja olgandan keyin o'zgarish bo'lmadi dedingiz. Ha, o'zgarish bo'lmadi. Bo'lmagandan keyin bu bemor deyishdi, sherigimiz bizga telefon qildi, o'shani yotqizib qarab bering. Chunki haligi mana holat ertaga qotib qolsa, mana shu holatda qolib ketadi degan случай bor edi. U kishi mayli deb keldilar, yotdilar. Mana bizda Ro'y Ahmaddan biri nazoratda turdi. Hozir o'zgarish yaxshimi opa? O'zgarish zo'r doktor. O'zgarish zo'r o'zgardi. Sezdingmi? O'zgarishlaringni oldingidan ancha dinamika yaxshi. Yaxshi. Mana chaynashlaring yaxshi bo'lib qoldimi? Haligi ta'mlar sezyapsanmi? Boshda sezmagansan, ta'm. Choy ichsang tushib ketib qolardimi? Tushmay qoldi, hozir ham adashmasam. O'zgarish yaxshi. Bemorga o'sha kerakli muolaja qildik. Keyin bu shunga ko'proq elektrostimulyatsiya, nimaga stimulyatsiya qildik, o'zgarish ancha yaxshi bo'ldi. Imkon darajasi bunaqa o'tkir kasalliklarda mana o'sha nevrit, litsevoy nevritlarda ko'proq statsionar sharoitda yotqizib davolagan ma'qulroq. Chunki buni ya'ni kompressi bor, baribir uyda qilolmaysizlar, ukollari bor, vaqtida olmasa bo'lmaydi. Endi keyin ko'proq buni fizik licheniyasi va o'lchaysiz. Mana boshda qilinmagan o'zgarish bo'lmadi deb keldingiz, mana qildik, o'sha yotganda bir haftada sirasi bilindi. Shuning uchun bu kasal qotib qolsa, ertaga nima deydi, tiklanishi juda qiyin bo'ladi. Qotib qolgandan keyin gapirsa bir tomonga tortib, qiyshayib, mana shunaqa asorat beradi. Shuning uchun har qanday kasallikni ham o'tkir davrida yaxshi qarasa, yaxshi qilsa, lecheniyasi yaxshi chiqadi. Dinamikasi hozir 75%, 80% yaxshi chiqadi. Holati zo'r. Shikoyating nima hozir? Yo'qmi? Yaxshi opa? Zo'r.